Nega ko'pchilik odam butun umr ishlaydi, boy bo'lib keta olmaydi? Qanaqadir ham bir xato bormi hamma qilayotgan, oxir-oqibat kambag'allikka olib keladigan. Nega oylik zo'r bo'lsa ham oxir-oqibat kapital yig'ilmaydi. Hozir men hech kim ahamiyat bermaydigan, lekin boylikka olib boradigan yo'lni to'sib qo'yadigan bitta omil haqida bor. Shu xarajat, afsuski ko'p odam unga e'tibor bermaydi. Ammo shu xarajatga e'tibor berib qarasangiz va to'g'ri sarf qilsangiz, siz boy bo'lishingiz mumkin. Keyin odam o'rtacha nimalarga sarflaydi? Uy-joy bu eng katta xarajat, soliqlar, maishiy xizmatlar, keyin mayda-chuyda sarflar. Va qaysidir birlarini kamaytirish mumkin, qaysidir birlarini mumkin emas, ya'ni u to'lov shart. Kommunal xizmatlarga o'xshagan. Va endi bitta narsa xarajat bor, hammani hisoblashasak ham uni kamaytirish mumkin. Lekin negadir biz uni umuman ahamiyat bermaymiz. Kamaytirmasak ham bo'ladi, bu stoid deb o'ylaymiz. Shu eng katta xato. Boylikni o'ldiruvchi nomer 1 omil bu avtomobil. Hozir juda ham ko'p odam nimaga u bizga pul olib kelyapti, taksilik, kiralik qilyapmiz deb o'ylash mumkin, ammo videoni oxiriga ko'ringlar, o'zingizlar ham to'g'ri deb o'ylaysiz. Mashina bu oylik to'lovlar, sug'urta, parkovka to'lovlar va uni ta'mirlari. Va shuncha pul biz qadrsizlanib boradigan narsa uchun to'layapmiz. Keyin ko'rib chiqamiz, yangi avtomobil narxi taxminan 12 ming, 15 ming o'rtacha. Va oxir-oqibat bu investitsiya emas. Bu чистый xarajat. Nega odamlar o'zini kambag'allashtiradigan narsaga shuncha pul sarflashga tayyor? Men hayron. Keyin ko'rib chiqamiz, nega odamlar baribir shu yo'lni tanlaydi? Bir nechta kriteriyalar bor. Avvalambor bu image, unga status beradigan jamiyat bosimi, atrofdagilar bosimi, qarasa hammada mashina bor, nega menda yo'q degan fikr. Afsuski, aytaman har doim mana shu ichimizdagi uyat bor, kimdirdan qolishmaslik, qarindoshlar oldida uyalib qolmaslik. Mana shuning uchun ko'proq biz kerak emas narsalarga pul sarflaymiz. Mashina ham shuncha ichida kiradi. Va qiziq, avtosanoat marketingi ham xuddi shunaqa ishing. Ya'ni mashina bu status. Misol uchun Cybertruck bu qulaylik, kundalik qulaylik uchun emas. Bu shunchaki kuch va obraz beradi. Volkswagen kabilar. Bular ham haydab ko'rganman, sizlar ham haydab ko'rgan bo'lsanglar kerak. Mazza emas unda o'tirish. Eshiklar yopilishi, qattiq yopishim kerak, men charchab ketardim shu yopishga. Va oxir-oqibat bu faqat status uchun. Sanda yelik bormi, sen boysan. Va xuddi shunaqa har bitta mashina o'zining statusi bor, lekin oxir-oqibat nimaga olib keladi? Biz ishlashimiz, ya'ni mashina biz uchun ishlamayapti, biz mashina uchun ishlashni boshlaymiz. Eng katta xato shunda. Manfiy kapital degan narsa bor, hozir shu haqida tushunib olsangiz. Manfiy kapital bu tuzoq. Misol uchun mashinani oldingiz, yaxshi mashina olsangiz 40 ming atrofida turadi. 40 ming atrofida olgan mashinangizni endi siz sotib ko'ring. Ertasi kuni ham sotib ko'ring, уже 30 ming. 10 ming dollar minusdasiz. Narx tushib boradi. Har bir o'sha mashinani oldingizmi, narxi tushib boradi. Mana eng oddiy misol. Yaponiya elchixonasida ishlaganimda yosh katta akamiz bor edilar. Arabiston mamlakatida ishladim. Men 6 ming dollar o'sha paytda 2000-yil boshida 6 ming dollar yig'ib keldim. 90-yil oxiridan edi. 6 ming dollar keldi. Men o'sha yerda ishlab topdim va o'shanda endi yoshman. 3 ming dollarga Volga oldim. Eng yangi zo'r 3 ming dollarga Sergelida 8 sotix yer oldim. Bizga gapirib berayotgan paytda o'sha 2012-yillarda endi deydi Rahmat ukam qaragin deydi, meni Volgam qattiq yo'q, Volga yo'q ketdi, summasi endi yo'q, lekin 8 sotix yerim qanaqa ko'tarilib ketdi. Mana o'sha paytda men 3 mingga 16 sotix olsam bo'lmasmidi deb o'ylab qoldim. Mana oddiy yaqqol primer mashina qadridan bosh haqida. Va manfiy kapital tuzog'i shunday iboratki, siz qimmatga mashina oldingiz, uni endi sotsangiz arzon sotasiz. Misol uchun 40 mingga mashina olsangiz 30 mingga sotasiz. 10 ming bu manfiy kapital hisoblanadi. Endi shuni siz cho'mchagingizdan alohida ham to'lashga to'g'ri keladi. Buning ustiga bizga afsuski, nega O'zbekiston kreditlar rivojlanib ketdi? Siz 40 minglik mashinani 40 mingga olmaysiz, undan qimmatroq olasiz. Demak, butun summani o'zingiz cho'mchagingizdan yopib borishingiz to'g'ri keladi. Bu hali o'sha benzinga, sug'urta kelayotgan pulni hisoblaganmiz. Nima uchun? Status uchun. Kimgadir yaxshi ko'rinish uchun, bolalar o молодец, o'sibsan deyish uchun. Aslida o'sish nimaga bog'liq? Aslida o'sish sizning kapitalingizga bog'liq. Kapitalingiz ko'paysin, odamlar shu kapitalingiz borligini ko'rsin. Aniq bilaman, sizda ham shunaqa tanishlaringiz bor. Oddiy sodda mashina, lekin bilasizki boy. Aytamizki bu skromni boy, tegidan boy, avloddan boy deymiz.
Nega siz shunaqa bo'lgingiz kelmaydi? Nega siz boyligingizni ko'rsatgingiz keladi? Qarz kreditga mashina olish kerak. Oxir oqibat bu manfiy kapitalga olib keladi. Bu katta tuzoq. Shuncha pul peshona teringizdan topgan pulni siz to'lashga tayyorsiz. Oddiy hayotda misol, yaqinda men Aviva Motorsga bordim, mashina olish. O'rtoqlarim, keyin san statusiga to'g'ri keladi, ol, yetadi puling. Qarasam 175 ming XM turibdi. Buni ham ko'rdim, zo'r, yaxshi dedim. Lekin olmadim. Chunki menda o'zi investitsiya qilgan odam boshqacha fikrlashi boshlaydi. Sizlar ham xudo xolasa shuni fikrlab ko'ringlar shunaqa. Hozir umumiy men investitsiya qilgan summamdan men demak 175 mingga o'shadan chiqarishim kerak. Ham mashina olishim kerak. Demak, qaranglar, bu yerda muhim gap bor. 175 ming chiqarsam, mashina olsam, endi hisoblayman. Demak, mashina shu bilan men 3 yil hayday mayli. 3 yil haydagandan keyin uni 130 mingga sota olamanmi yoki yo'qmi? Demak, 175 ming уже manfiy kapital 45 ming ketadi. Endi bu yerda 175 ming o'zini hisoblaganda ham keyingi yil u menga 205 ming olib kelyapti investitsiyada. Undan keyingi yil 245 ming olib kelyapti. Undan keyingi yil 300 ming olib kelyapti. Xuddi shu summani o'zi agar men uni chiqarib olmaganimda, demak men qanaqa hisoblayman? Katta xarid u menga undan ham qimmatga tushadi. Chunki bu yerda aylanayotgan tayyor pullar men olib qo'yganman. Undan tashqari hisobladim. Men 3 yilda 45 ming yo'qotyapman. Xo'p, bu benzinlarsiz umuman u narsalar hali kiritilmagan hali. Prosta o'zida olib sotish o'zida. Demak, yiliga men har kuni даже Toshkentda bo'lsam ham, taksida borib kelsam, biznes klassda borsam ham unchalik pul ketmayapti. Uzoqroq yashasam ham mayli 100 ming ketsin. 200 ming borib kelishga ketsin. 30 kun borib kelib, har kuni borib kelib yursam 6 million ketyapti. $500. Tushundingizmi farqini? Va menda 45 ming 3 yilda ketmaydi. Ancha kam ketadi. Evaziga men yo'lda yana fokusimni boshqa ishlarga qarasam bo'ladi. Men probkada turmayman, haydayman. Shuning uchun olmadim. Shuning uchun bu hozirgi paytda men taksida yurishim menga arzonroq tushyapti. Chunki men status, image o'ylamaydigan insonman. Xolos siz ham shunaqa fikrlang. Investitsiya qiling, kapitalingiz ko'paysin. Kapital ko'paygan sari sizni rost aytaman, sizni hurmat qilishni boshlashadi. Mashinangiz uchun emas. Aynan siz to'g'ri fikrda ekanligingiz. Siz kapital yig'ishni to'g'ri qilayotganingizda. Hozir yana qancha mashina olish kerakligini, qancha summa kerakligini hammasini batafsil bu videoga ko'rib chiqamiz. Keyin hozirgi oxirgi paytlar mashinasi ko'rib chiqamiz. Taxminan Cobalt Onyx mashina olsangiz, demak Onyx ni ko'rib chiqamiz. Taxminan 15 mingdan 18 minggacha olish mumkin. Siz kreditga, ipotekaga berishadi. Oxir-oqibat 5 yilga olsangiz, taxminan u sizga 22 mingga tushadi. Bu narx ko'tariladi. Lekin uni 5 yildan keyin sotsangiz, nimaga olib keladi? 10 mingga sota olasiz. Taxminan 2030-2031-yilda mashina Onyx 2026-25-yil mashinasi taxminan 10 ming turadi. Endi ko'rasizmi, $12,000 siz minusdasiz. Biz hali benzinni hisoblamadik, sug'urtasini, parkovka uchun to'lovlarni hisoblamayapmiz. O'zi narx. Endi shuni kelar investitsiyada ko'rib chiqamiz. Taxminan $350 dan siz to'lov qilasiz har oy shu Onyx mashinasi olish uchun kreditga. Boshlang'ich to'lov qildingiz, uni hisoblayapmiz. O'zini hisoblang. $350 dan siz agar investitsiya qilib borganingizda kapital uchun, status uchun emas, pul yig'ilsin deganingizda, ro'parosi 5 yilda 10% yillik daromad do'ma. Ya'ni bozorda, fond bozorida undan ham ko'proq daromad qilsa bo'ladi. 20-30, lekin kamrog'ini olib ko'rsatdi. Ya'ni ertaga o'xshab katta summa aytmay, oddiy real 10% yillik daromad qilsa bo'ladi fond bozorida. Shunda ham sizda $30,000 ga yaqin pul yig'iladi. $350 investitsiya qilyapsiz, sabrlik bilan sizda $30,000 yig'ildi. Zo'rmi zo'r. Endi $30,000 qayerda-yu, sizni 5 yil oldin sotib olgan Onyx'ingiz $10,000 qayerda? Ko'rasizmi farqini? Shuning uchun har doim aytaman, kapital yig'ishga harakat qilinglar. Ana undan keyin shu $30,000 ga naqdiga oling, 15 mingga, 16 mingga Onyx oling. Qolganini sizni yana kapitalingiz ko'payib borsin. Faqat o'zingiz uchun maqsad qo'ying. Hozir mashina kerak emas, to'xtab turinglar. Men hozir asosiy fokusimni kapital yig'ishga qarataman deyman. Mana shunda kapitalingiz o'sib boradi. Bu yerda mashina yomon, mashina olmaydi demoqchi emasman. Qanday olishda? Siz pulni nimaga bog'lab qo'yapsiz? O'shanga qaratiladi. Chunki asosan O'zbekistonda ham shunaqa kir uchun olaman mashinani deydi. Lekin statistika shuni ko'rsatadiki, 67% odamlar
mashinani status uchun oladi. Ya'ni ishi bor, borib keladi. Shu borib kelishga ham taksida bormayman, mashinada boraman deydi. Status uchun deydi. 67% odamlar. Aynan shular uchun mashina olish kerak. O'zini vaqti bor. Kapitalni yig'ing, kapitalni yig'ib bo'lganingizdan keyin shu loyiq mashina olib qo'yasiz. Zato naqd pulga olasiz, hech kimga qarz bo'lmaysiz. Undan qolgan pul yana ko'payib boradi. Ko'pincha mana bundan orqaga qarasak ham sezamiz, mashina oldik, benzinlarga to'ladik, parkovka to'ladik, u sezilmaydi, chunki oylikdan chiqib ketaveradi pul. Lekin bundoq qarab hisoblanglar, 5 yil necha pul ketganini hisoblanglar yoki yozib boringlar. Ancha-muncha pul o'sha kirib ketayotganini sezinglar. Shu pulni investitsiya qilib qo'yinglar. Qancha pul yig'iladi. Men mashinaga qarshi emasman. Mashina olinglar. Faqat uni qanday qilib olishda, qaysi pulga olishingizga bog'liq. Kapitalni birinchi o'stiringlar, chunki ishingiz bor. Har doim ham ishlayvermaysiz. Buni bilib qo'ying. Bir kun emas, bir kun bizning kuchimiz qolmaydi, sog'lig'imiz yordam bermaydi va shunda biz ishdan bo'shashishga to'g'ri keladi. Ana shu payt sizda nima bo'ladi? Eski mashinangiz qoladi xolos. Lekin hozirgi oyligingizdan foydalanib investitsiya qilib boring. Oxir-oqibat ishlamaysiz ham sizga pul kelishini ta'minlab qo'yasiz. Aynan shu puldan siz mashina oling. Hozir mashina olishning ikki asosiy qoidasini tushuntirib beraman. Birinchi qoida bu 15% qoidasi. Ya'ni oylik daromadingizdan 15% barcha mashinalarga, transport yo'l harakatlariga ketadigan summa. 15% dan oshish kerak emas. Demak, ichiga nima kiradi? Mashina kreditga oldingiz yoki taksiga ketyapsiz. Mana shu hammasi 15% kirish kerak. Demak, taxminan $3000 oylik olsangiz agar, unda $450 siz mashina uchun ishlasangiz bo'ladi. O'shanda sizga misol $350 kredit, $100 benzin da mumkin. Lekin siz $3000 oylik olasizmi yoki yo'qmi? Mana shunda eng katta savol. Demak, agar undan ham kam olsangiz, demak $1000 oladigan bo'lsangiz, $150lik bu sizning oylik xarajatingiz transport uchun bo'lishi kerak. Demak, mashina olsangiz, sug'urtasi ham, benzini ham ichida bo'lishi kerak. Shuni inobatga oling. Agar 15% dan oshadigan bo'lsa, mashinaga xarajatlaringiz oyligingizdan 15%. Demak, siz mashina uchun ishlayapsiz deb biling. Ikkinchi muhim qoida, mashinani olib tez-tez almashtiring. 10 yil qoidasi bor. Zo'r, sifatli mashina oling, uni 10 yil haydayman deb oling. Chunki mashina narxi tushib boradi. Yengil mashina olamiz, orasidagi farqini sezmaymiz, mayli deymiz, pul bor-ku deymiz. Oxir-oqibat shu farqi ancha kapitalingizni yeb qo'yadi. Shuning uchun mashina oling, zo'rini oling, 10 yil haydang. O'shanda hech bo'lmasam to'lagan pulingiz oqlanadi. Va uzoq muddatda 10 yil ichida bu mashina sizga xizmat qilsin. Asosiy fikr aytmoqchiman. Boy odamlar qimmat mashina olgani uchun boy emas. Qaytanga boy odamlar o'zini pulini to'g'ri sarflab, mashina uchun ajratayotgan summasi aniq bo'lgani uchun boy. Ishonavering, boy odam hech qachon o'zini daromadidan ko'proq mashina olmaydi. Bu kakrastiki o'rta me'yorni fikrlaydigan odamlar boyga o'xshayman deb shunaqa fikrlab oladi. Endi agar siz ham hozir misol uchun yig'ib qo'ygan pulingiz bor, boshlang'ich to'lovga 5000 yoki 10 ming yig'ib qo'ydingiz, mashina olaymikin yoki shuni rostdan ham bir qayergadir investitsiya qilaymikin, nima qilganim yaxshi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, siz uchun alohida bir darslik tayyorlab. Xarajatlar haqida, qachon xarajatlar qilish mumkin, qachon qilish kerak emas. Masalan, xarajatlarni qanaqa qilib qisqartirish mumkinligi haqida, qayerga investitsiya qilishligi haqida barchasini o'rgatadigan bitta zo'r darslik, bepul darslik tayyorlab. Shu video tagida havola qoldiraman, albatta uni ham ko'rib olinglar. Chunki balki shu pulingiz siz uchun ishlashni boshlaydi. Mashinani keyin ham oldirasiz. Sabr qilib turing. Keyin mazasini ko'rganingizdan keyin mashina olganingizda ham unchalik siqilmaysiz. Maza qilasiz, chunki bu passiv daromaddan kelayotgan pulga mashina olgan bo'lasiz. Shuni bir qilib ko'ring, shu videoni bir ko'ring, foydali bo'ladi.